Bu narsani sabab bor. Erkak kishi urug'ib bitta tashlaganda orgazm oladi-yu, orgazm olganda unda gormonlarni muvozanati buziladi. Erkaklik gormoni pasayib, ayollik gormoni ko'tariladi. Ayol kishi sizga xunuk ko'rina boshlaydi. Bu narsa 2 minut, 3 minut davom etadi. Buni aldash mumkin. Qanaqa qilib? Siz pozani o'zgartirishingiz mumkin. Siz bitta yuvinib chiqishingiz mumkin. Siz erkalavurasiz, lekin aloqani davom ettirmasangiz mumkin. Prosta erkalavurasiz, o'pasiz, silaysiz, massaj qilasiz, tegasiz. Bunda chalg'iydi miya, sizni gormonal funksiya to'g'rilanib oladi, hech qanaqa muammoingiz bo'lmasa. Ikkinchisini aloqani davom ettirib ketaverasiz. Libido, ya'ni xohish, qiziqish pasayishi mumkin normal holatda, mana shu orgazm olgandan keyin. Degan o'ziga kelaveradi degani. Lekin kasallik sifatida yuzaga kelishi mumkin qachonki kech uxlasa, masalan, prolaktin degan gormon ko'tarilib ketib qoladi kech uxlasa odam. Ko'p aytganmiz bu narsani. Hozir ko'p joyda aytib buni. Prolaktin degan gormon sizni ayol kishiga bo'lgan ishtiyoqingizni yo'qotib qo'yadi. Olat turish pasaya boshlaydi, tez bo'shanishga olib keladi. Balki teskarisi umuman bo'shana olmasligi ham mumkin.